Bütün şehir boyunca en latafetlik ayalını tanlap çıkımız. 14 yaştan yukarı boğan barlıq kız ayallar musabıqı qatnaşsı boludu. Birinci boğanlarını padişah bilen xaniş özü mukaffatlaydı. Xaniş musabıqa ötküzgilekte. Şundaq, Nəsirdin aka birinci boğanlarını padişah bilen xaniş özü mukaffatlaydı ken. Amine yengem qatnaşsa boludu o. Yaxşı amal ken. Hazır derip apamıqda aytçı. Şuncha yil oyab kiymisanmi, to'shik bo'lib qapti desa. Appa, çatak poptu. Lekin siz nemeli kiysingiz yarışıdı? Mening Gulnar qizim nima degan tatliq-a? Appa, demisimi rastavatıman. Appa, amal taptım. Appa. Kibirme. Appa, bu köңlek sizin neyimidiga yaraşkan, ha? Mening yaxshi balam. Bu mening eng chiroyli ko'ngligim. Begim! Chiroyli xotinim. Bu kiyimlarning hammasi modaning qalti. Men nima kiyib musobaqa qatnashaman? Chiroyli xotinim. Sen azaldan eng latofatlik, eng go'zal. Nima kiyishingdan qat'iy nazar mukofotga erishalaysan. Meni to'la oldimisilar. Tuzukroq kiyimim bo'lmasa, go'zallarni tanlash musobaqasiga qanday qatnasha olmayman? Ko'nglingni yerim qullig'ini. Bu tangilagichu eng chiroyli ko'nglik apkaygin. Benim barlıq tangilerim. Hakikaten işin ya. Amine, ko'nglingiz hakikaten chiroyli ekan. Ko'nglingizga tikilgan gul nima degan chiroyli-a? Bu mening eng e'tiborli ko'ngligim. Buni kiyib men musobaqaga qatnash qilib boraman. Bildingizmi, Aminening alohida ko'ngligi bor ekan. Aminening paqiraydigan ko'ngligi bor ekan. Aminening ko'ngligi zaribdan tikilgan ekan. Bakmo qimmatlikka. Aminening ko'ngligi cho'qim bozor bo'yicha hammadan esil. Aminening ko'ngligi bek alohida ekan. Men ko'rgan haqiqatan chiroyli ko'nglik ekan. Shu ko'nglikni kiyib musobaqaga qatnashar ekan. Chat turush. Amine, anlasam senin ziyaretten tikilgen ko'ngliging bor ekan, ha? Mening undaq ko'ngligim yo'q. Hatto anglab qoldingizmi qandaq? To'g'ri yasalmiliq qilma. Sen shu ko'ngliging bilan musobaqaga qatnashmoqchimisan? Aliya og'cha, mening faqat uchamlik mush ko'ngligimla bor. Amisa. Bütün mahalladagilar Aminening zaribdan tikilgan ko'ngligi bor ekan deyishyapti-ku. Bu zodi nima ish? Nəsirdin aka, siz bizga cho'qim yordam qiling. Opamning faqat mush bir to'la ko'ngligi bor. Shuni kiyib musobaqaga qatnashmoqchi edi. Ammo Aliya hammam opamning zaribdan tikilgan ko'ngligi bor ekan deydi. Opamning azaldan undaq ko'ngligi yo'qtirsa. Yo'q. Men baylar mahalladagilarning shundaq deyishayotganligini anglagan tursa. Aliya yenge, bu o'sak so'zlar. Siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi, ha? Shu Aminening rostli undaq ko'ngligi yo'q. Rasyalhanlıq bilan karim yo'q. Amine, 3 kun ichida men shundaq ko'nglakdan birini tikib bersang, bu tangilar sening bo'ladi. Navoda tikib bermasang, Navoyxonani qaytirib olaman. Mening rostli zarjibdan tikilgan ko'ngligim yo'qtirsa. Nəsirdin aka, cho'qim bizga yordam qiling. Aldirman Gulnar, men cho'qim amal topaman. Gulnar xo'p bo'lmang-a. Yaxshi-ku, endi sening opamdan ko'nglik talashmisan. Mumkin emas. Aliya hammam bayg'ujam o'xshash bakla osh ko'z ekan juma. Amaliyotda opamning faqat bir yangi chiroyli ko'nglikka erishgisi bor. Chiroyli ko'nglik? Topdim. Rostmi? Qanday amal? Turdi. Agar sen o'z qo'ling bilan Aliya yengemga musobaqa kiydigan ko'nglik tikib bersang, u cho'qim nayt xushal bo'ladi. Bo'lmaydi, men tikmayman.
Әнсірме, біз әміміз саң ярдам қылымыз. Qaranglar, bu bolam ekan. Ems bochu. Bu sizlar cho'qim yaraydi. Lay, lay, lay. Nay, 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 nay. Nay, nay, nay. Turdi, başla. Nəsirdin, mən apamның bəl aylanmasını bilmirəm. Aliye hammamның beli mana mushinchilik. Nada uncha munchilikmikin? Mushinchilik. Ha, munchilik. 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 Bo'ldi, talashmanglar. Nəsirdin, qanday qilamiz? Turdi, mundaq qilgan. Sen-chi? Appa, ko'zimga qum kirib ketdi. Oye, unda qilay qarab baqay. Hech nima yo'q-ku. Ba, og'rib ketyapman-da. Appa, men sana bek amram. Men san amraq o'g'lim. Appa, men Nəsirdin bilan o'ynag'ilmoqda memsa, ha? Amiz tez berib, tamoq yeydigan vaqtga ulgurib kellar bolam. Ma'qul. Ölçüp aldım. Biz tikishni boshlaylik. Nemish qiyiqchi qaytib kelmaydigan-da. G'ayrat qilinglar, oz qoldi. O'g'lim, Turdi! Appa. O'g'lim, qo'lingga ashulashingni chetdimi? Hey, nimishqa o'g'limni bo'zaq qilishsan, ha? Biz Turdini bo'zaq qilmadik. Amiz Turdi, o'zining qo'liga o'zi yengil sanchidimi? Appa, men ehtiyotsizlikdan sanchib oldim. Qo'rqmag'ina, o'maq bolam. Sizlar nimishqa bo'zaq qilasizlar, ha? Biz bo'zaq qilmadik. To'lmag'anbarlik qilishma. Biz sizga ko'ylak tikib berayotgan. Bundaq purushlarni ko'ylak tikib, meni mazaq qilishmoqchimisan? Appa. Bu ko'ylakni men sana atab tikkan, appa. Sen menga tikkanmi? Ular menga yordamlashyotgan edi. Ko'ylak tikayotganda Turdining qo'liga yengil sanchilib ketdi. Oy. O'g'lim. Bu ko'ylakni bek chiroyli tikibsan. Bu men ko'rgan ko'ylaklar ichidagi eng chiroyli ko'ylak ekan. Sen haqiqatan mening o'moq o'g'lim.